Futbol olamidagi eng mashhur musulmon sartarosh. U deyarli barcha yulduz futbolchilarni soch oladi va doim ularni hazil bilan troll qiladi. Undan hech kim qochib qutula olmaydi. Bir kuni u Omar Marmush uchun ulkan taroq olib keladi. Go'yoki sochini taramoqchi bo'lgandek. Marmush kulib yuboradi va rad etadi. Lekin oradan ko'p o'tmay aynan Jack Grealish o'sha gigant taroq bilan uklatka qilib qo'yiladi. John Terry buni ko'rib kulib yuboradi. Keyin esa taroqni olib, u bilan sartaroshning o'zini uradi. Ba'zi futbolchilarga bunday hazillar yoqadi, ba'zilariga esa unchalik emas. Hammasi xarakter va kayfiyatga bog'liq. Eng bahsli prank esa Eden Hazard bilan bo'lgan. Avvaliga Azar kuldi, keyin esa jahli chiqdi. Paul Pogba hayron bo'lib, "Nima bo'ldi senga?" deb so'raydi. Nicholas Jackson esa kulishda davom etadi. Shundan keyin sartarosh boshqa qaytib kelmaydi. U hatto Kylian